Xo'sh, bu g'orda ichida nima bor ekan? Menga juda ham qiziq. Bu g'orni oldinlari bu o'rmonda umuman ko'rmaganman. Ha, mayli bir ichkariga kirib ko'rsammikan, bilmadim. Hozircha qorong'u, oddiygina g'or, yana qanaqadir nimadirlar bor. Bilmadim. Yaxshiligicha chiqqanim yaxshi, biron nima chiqib qolmasidan tinch yurganim yaxshi. Tezroq tuzaydi mana buni yaxshi. Mana bunday qilib qaytarib qo'yib qo'yaman yaxshi. Aytgancha, barchaga salom bo'ldi. Meni ismim Toshmat va meni yangi video roligimga xush kelibsizlar. Bola obunachilik yaxshimisizlar bola? Mana so'rasanglar bola hammasi joyida va ajoyib bola. Mana bola ko'rishingiz mumkin. Bola aytgancha bu mina bo'ladi. Bu mina nima desam bo'ladi? Men bossam hisobga olinmaydi, chunki bilmadim, igroklarni hisobga olmas ekan. Misol uchun birontani u bossa hisobga olar ekan. Bu juda ham xavfli mina. Agarda mana bunday qilib butsanglar portlab ketadi. Mayli, xohlasanglar sizlarga ko'rsataman, sizlarga juda ham qiziq. Mana oppa. Ko'rdinglarmi bola? Bu mina juda ham yomon portlaydi. Garochi shunaqa gaplarda bola. Mayli, buni qaranglar. Hozir buni endi ozginagina yopib qo'yaylik, chunki bilasizlar, hayvonlar tushib ketishi mumkin. Kerakli hayvonlar bo'ladi, keraksiz hayvonlar bo'ladi. Lekin baribir ham bola, bu minalarni nima uchun qo'ygansan deydiganlar bo'lsa, bola men qo'ymaganman, kimdir qo'ygan va bilmadim. Bu minalar menimcha ayiq va bo'rilar uchun qo'yilgan bola. Mana qaranglar, juda ham g'alati. To'g'risini aytsam, men yurgandim, mana bu daraxtlarni chopib, bilasizlar, meni o'zi ishim daraxt chopish, mana ayrim youtuberlarning ishi nima desam bo'ladi? Poliz ekish bo'ladi, polizni olish bo'ladi. Mana ishim esa, qarochi, mana yana ayrim youtuberlarning ishi baliq ovlash bo'ladi. Mana bu yerga o'tirib, bola tushmadi mana bu nima? Aytgancha bola mana konfet yemaylar, chunki ko'chada yurib turgan yoki mana shunday ko'chadagi konfetlarni yeyishni umuman maslahat bermayman bola. Sababi juda ham yomon bola, konfet yemaylar. Ko'chadagini ayting bola. Voy bola, yo'q chill, buzinglar buni. O'z buni. O'z ol buni hammasini. Bu portlasa juda ham yomon portlaydi lekin. Vashshe bor-ku bola, men qaranglar. Ustalib bitta portlaydi. Qoch, Oy, bola vashshe juda ham portladi, borib maza qildim. Mayli. Bola, mana bu nima ekan bola? Bu juda ham kamyob narsa hisoblanadi. To'xtanglar. Menga aniq kerak bular. To'xtanglar, bundan oldin menda kirka yo'q-ku bularni buzish uchun, to'g'rimi? Bilmadim, hozir uyga borib kirkan olib kelaman. Bola, bu juda ham noyob bloklardan biri hisoblanadi bola. Bilmadim, mayli. Hozircha tezroq borib olib kelishim kerak bola. Xo'p, yana har yerga minalar bor, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Tushunmadim. Bular qayerdan keldi bular? Kameralar-chi? Kameralar nima uchun bu o'rmonda? Kamera. Nimaga kamera bu yerda? Tushunmadim. Bu yerdan bir so'rashim kerak bor-ku. Buni qaranglar, bu nimasi bu? Mayli bola, tezroq mana bu yerdan o'tib ketaydi. Juda ham g'alati bola, har yerga kamera bor ekan. Bilmadim, balkim bu o'rmonni kimdir kuzatayotgan bo'lishi mumkin. Bu yerda ham kamera, bu yerda ham qo'y bor ekan. Bola, mana bu bo'rni terisi. Voy bola, juda ham g'alati bola. Men juda ham sal qo'rqinchli bola. Qo'y, qaramasang zo'r fokus ko'rsataman. Chiqdi mana bu yerga. Chiq, nima chiqmayapsan, to'xtanglar. Mayli, chiqmasang hozir mana bu yerga o'zim olib boraman seni. Oppa, yaxshi. Qo'y, yur, qo'ymasang juda ham zo'r narsam bu. Yo'qol bo'lmasa, sanama. Yo'qol, qarochi, tushunding? ikkita urib o'ldirib qo'ydim. Mayli. Tushunmadim. Mana qishlog'imda nima bo'lyapti? Qishloqqa nima qilyapti meni uyimni oldida? Ot, davay, olib bor meni. Ana u yerga olib bor. U yerga olib bor, davay, ot. Men senga ishonaman. Ot olib bor deyapman. Davay, let's go. Davay. Nima edi? Isming nima edi? Voy, seni tushirib yubordingmi sen? Yo'q, sen boshi yomon ot ekaning. Mayli, to'xtanglar. Nima meni uyimga nimadir bo'lyapti? Tushunmadim. Bum. Mayli bola, xo'p, qani ko'ramiz. Juda ham g'alati. Qishloqlar bu yerda nima bo'lyapti? Seni uyingda bor, juda ham biz himoyalashimiz kerak, tushundingmi? Chunki seni uying ostida zumradlar bor ekan, biz bilib qoldik. Nima? Meni kirgizinglar. Yo'q, kirmaysan. Men kiraman. Sanlarni nima kirgizmayapsanlar? Kirmaysan deyapmiz, tushunyapsanmi? Voy, sanlarni hozir alohida gaplashib qo'yaman sanlar bilan. Voy, sanlarni ovozlaringni balandligini tutab turinglar-da bolalar. Xo'p, vashshe, yo'q. Mer, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kelaver, Toshmat, nima bo'ldi? Mer, meni uyimga nimaga bu qishloqlar turibdi? Qarochi, seni uying ostida qarochi nimadirlar bor ekan. Nima desam buni? Zumrad bor ekan, to'g'rimi, shu rostmi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Zumrad bo'lsa, siz bergan zumradlaringiz bor. Bilmadim, juda ham ko'p miqdorda zumrad bor deb eshitishibdi, shu sababdan himoyalayapti sandan ular. To'g'rirog'i, seni uyingda sandan himoyalanyapti. Nima? Iltimos, menga qaytarib beringlar uyni. Men o'zim mehnat qilgan zumradlar, lekin
Qara. Qarochisi uyini ostida bor ekan. Uyini ostida shunaqa yashirasanmi? Yo'q, yashirmayman, sandiqda просто. Bilmadim, o'zi tekshirib ko'rish kerak. Mayli. Aytgancha nima? Birorta gaping bormi nimaga? Yo'q, boshqa gapim yo'q. Bo'lmasa shunda boshimni ortma. Mayli, mer. Aytgancha, yo'q, gapim bor. Ana o'chi nima edi? O'rmonda qanaqadir kameralar bu ko'payib ketibdi. Uni men qo'yganman. O'rmonda g'alati bo'mishlar ko'paygan, shuning uchun shuni manekenlar ham qo'yib qo'yganman skiltdan. Ko'rdingmi? Qo'rqib ketmadingmi yana? Yo'q, qo'rqib ketmadim, lekin ozgina qo'rqdim, mayli, hech qilsa yo'q. Mayli bo'lmasa, mer, sog' bo'ling. Mayli, davay sog' bo'l. Mayda qishloqlarni haydab ol agar qo'lingdan kelsa. Xo'p, mer. Bola bo'lachilar, men qanday qishloqlarni haydayman? Qanday qilib? Voy bolalar, nimaga qishloqlar meni uyimni himoyalayapti o'zi? Voy. Bola, to'xtanglar, men bularga qo'shiq aytib bersam-chi? Kecha sensiz yotaman. Seni boshqarib shunaqa qo'shiq aytadi. Yo'q bolalar, o'zing yoshingga yarasha qilsang bo'lmaydimi? deydiganlar bo'lsa bolalar, albatta bolalar bemalol. Tushunmadim. Nimaga bular meni kiritishmayapti? Bular bilan alohida gaplashish kerak ekan bola. Bo'lmasa tutib turinglar bola. Mana buni hammasini blok qilib yuboramiz-da. Hozir ko'rsatib qo'yaman. Kirmaysan baribir ham. Xo'p, kirg'izishinglar shart emas, men o'zim kiraman. Mana bunday qilaman-da. Sizlar nima meni shunchalik anoq deb o'ylayapsizlar? Mana bu yerda Minecraftda blok qurish degan narsa bor, to'g'rimi bolalar? Albatta bor. Vallahi birinchi marta men to'g'ri ish qilyapman, ha. Davay, tezroq buzil. Bola bloklarni buzish juda ham qiyin. Voy, bola bloklarni buzish juda ham qiyin. Davay. Men senga ishonaman. Davay, let's go. Oppa. Normal. Xo'p, to'xtanglar. Xo'p. Qani hech kim tegmaganmi? Hech kim tegingan yo'q. To'g'ri, bu yerda saqlayapman, lekin zumradlarni saqlaganim yo'q bu yerda eshitdim mani. Hech qanaqa zumradlar yo'q-ku. Salla mish tarqatishdan boshqa ishlaring yo'q. Tushunmadim bolalar. Qaranglar, zumrad chiqdi. Tezroq, tushunmadim. Zumradlar qayerdan kelgan bo'lishi mumkin? Bola obunachilar, zumradlarning ko'pligini qaranglar. Voy, men buncha zumradim yo'q edi mana bola, lekin men aldaganim yo'q bolalar. Sen bizani aldading deydiganlar bo'lsa, yo'q, men umuman aldaganim yo'q. Bu zumradlar qayerdan keldi? Voy jinurson bola, tezroq hammasini olishimiz kerak. Hammasini olmasak bo'lmaydi. Bola vashi. Davay, let's go. Voy, davay. Yaxshi, let's go bola. Nima deyapman, bor vashi. O'zim nani his qilyapman. To'xtanglar, buni bir nima qilib yashirishim kerak bularni hammasini. Voy, hammasini buzish uchun juda ham ko'p vaqt ketadi. Buni qaranglar, ba'zilar buzyapman. Qo'llarim og'rib ketyapti. Bola aytgancha, barchalaringiz ro'zlarni yaxshi o'tkazib oldinglarmi bolalar? Misol uchun kim ro'zani uzmasdan tutdi bolalar? Mana shuni yozib qoldiringlar. Ro'za og'ir bo'lmadimi sizlarga? Shuni yozinglar. Agarda ro'za tutmaganlar bo'lsa ham hech qisi yo'q bolalar, bu yil tutasizlar. Shu yil nima desam bo'ladi? Uydagilar ayrimlaringizga yosh bolasan deb qo'ymaydi-ku, shu sababdan endi bu yil tutishlaringiz mumkin bolalar. Ha, mayli. Endi bilmadim bolalar, endi hech bo'lmaganda nimalar deyapman, vashi borum miyalarim mana. Lekin ro'za ajoyib o'tdi deb o'ylayman bolalar. Ro'za oyi juda ham zo'r o'tdi deb o'ylayman. Juda ham zo'r youtuberlar chiqdi deb o'ylayman. Nimalar deyapman. Yana shunaqa gaplar bor. Endi sizlar zerikmanglar deb mana shunday deyapman-da, chunki o'zim ham zerikib ketyapman men bilan buzurib. Qo'llarim og'rib ketdi bolalar. Deyarli 1 stak bor ekan bolalar. 1 stak. Voy. 1 stak bor ekan. Bu degani juda ham ko'p. 57, 58. Deyarli 1 stak bolalar. Mayli. To'xtanglar. Mana buni bloklar bilan to'ldiray, aytaman. Ey, seni aldashgan, mana bu blok, men uyimni ostida shunaqa blok anoq qilaman. Lekin men taxtalar chiriydi bolalar, bekor qo'yapman-da shu uyda ostiga mana shularni. Chirib qoladi-da bolalar, voy, chirib keyin yana muammolar chiqadi. Mayli, nima bo'lganda ham. Oppa, to'xtanglar, mana bu yerda ham bor ekan. Oppa. Yaxshi, ana endi bu yerdan ketishim kerak bolalar, To'xtanglar. Aykulanishda dedi hozir. Mana bu yerga yopishim kerak. Oppa, normal. Okey, hop. 5 minut mana shunday qilib turamiz. To'xtanglar, qanday qilib chiqsam ekan? To'xtanglar. Oppa. Chiqib bo'lmayapti-yu, bola, to'xtanglar, mana shunday qilamiz-da. Oppa. Amerika, Yevropa qilib boramiz hozir bola. Oppa-nya. Normal, ana endi mana shunday qilib, mana bunday qilib, men buni taxtab qo'yamiz-da. Okey. Oppa, yaxshi. Ana endi bularni buzib tashlaymiz-da. Davay, buzul, yaxshi. Ana endi buni qanday qilib qo'ysam ekan, mayli keyinroq qo'yaman. Yaxshi, mana shunday qilamiz-da. Ajoyib. Okey, hop, chiqim hammasi pastda. Normal. Ana endi bularni yo'q qilishim kerak bolalar. Bu zumradlarning ko'pligini. Bolalar, juda ham ko'pligini qaranglar zumradlarni. Voy, ketishim kerak bu yerdan. Voy, bola. Mana buni ko'rdik-ku bular. Ko'rib bo'lyapman, mayli. Ayrimlar ko'rgani yo'q.
Oba, mana shunday qilamiz-da. Okey. Yaxshi. Ha, bola nimaga? Sen uyda nima qilib chiqyapsan? Men bu kirkan olib chiqdim. Nima edi, ana yerda juda ham g'alati blok ko'rdim. Mayli, qara lekin. O'zimiz tekshiramiz uyini. Mayli tekshiravering, faqat meni kompyuterimga, notebookimga tegmanglar, tushuninglarmi? Kodlab qo'yganki, men baribir notebookim kodini bilishmaydi. Bolalar, endi notebookimda endi kerakli narsalar bor, misol uchun bizning kanalimiz bor va bizning Telegram kanallarimiz va sizlar borsizlar bolalar. Biza bormi biza? Qanaqa biza rasmlarimiz bormi? Ey, sen Toshmat, senga ishongandek deydiganlar bo'lsa, yo, hech qanaqa unaqa qilmanglar. Voy, sen ham tushib ketding, uka. Aytdim, men minalarga tushib ketmanglar. Bola, mana bu portlashlar bo'lganmi? Demak, ana minaga tushib ketgan bular, короче, bombardilo krokodilo qo'rishgan. Mayli, men ana blokni olmasam bo'lmaydi bolalar. Bilmadim bolalar, juda ham g'alati bu qishloqlar, juda g'alati. Men ham o'zim ham hayronman bu qishloqlarga. Aytaman bu qishloqlarga, ey qishloqlar, birovni ana o'sini mulkiga teginmaylar deyman. Endi men buni qachongacha olaveraman? Voy bolalar, dollarlarim ham bor endi tekshirishda dollarlarni ko'rsa, yo mana bu ana dollarda ana shuna qilib olgan, nimadir qilib olgan deydilar aka, nima desam bo'ladi? Bu dollarda, короче, Zumradda dollar qilib olgan deydilar-da, bolalar, bu juda ham yaxshi emas, lekin men juda ham xafa bo'laman mana shunaqa deyishsa, bolalar. To'g'rimi? To'g'ri. Opani, normal. Tezroq, давай, juda ham ajoyib bloklar bor ekan bolalar, normal. Oppa, davay, yaxshi. Yana bitta. To'xtanglar, mana shunday qilib olaydi. Normal. Bola bloklar bor ekan, men bloklar bo'lsa juda ham zo'r, mana juda ham noyob bloklar bor bolalar. Vashi, men ham xursandman lekin noyob bloklar borligidan. Aba, hop, normal. Давай, let's go. Yaxshi. Uy. Portlab ketdi-ku oxirgi blok. Yo, bola, vuy muqarril bloklar. Bola, bu bloklar zo'r narxlarga sotsam bo'ladi endi. Yaho, merga aytaman, aytmasam bo'lmaydi. Oppa, let's go. Boom. Oppa, kompyuterlar vashi anon qilyapti, kichik babada o'ryapti. Mayli, bolalar, bilmadim. Notebookimga teginmagan bo'lsa, endi ishonaman. Yana YouTube kanallarimda unaqa ko'rmasin. O'zi Toshmat o'zi mana shu YouTube kanaling o'zi hali nima desam bo'ladi, hali 1000 ta obunachi kirgani yo'q. Sen shunaqasan deydiganlar bo'lsa, bilaman bolalar. Meni bunday qilib urishib tashlashingiz shart emas bolalar, lekin baribir hamda bola, men sizlardan juda ham xursandman. Mayli, nima ham derdim? Okey, merdolga boramiz. Topamadinglarmi? Davay, hammalaringiz topinglar, davay, yo'qolinglar. Men inventarimga qanday kirib qolyapsizlar sizlar? Bu qishloqlar bilan alohida gaplashishim kerak baribir ham. Oppa, mana juda ham g'alati bloklar olib keldim. Bu bloklar menimcha juda ham noyob deb o'yladim. Yo, realni bu juda ham noyob. Qayerdan olding? Mer bilasiz, juda ham zo'r yerdan oldim. Voy, to'xta, bularni milliardlabga sotsang bo'ladi, bilasanmi shuni? Albatta, agar milliardlabga sotsa juda ham zo'r. Qishloq qilaverma, nimaga unday o'ryapsan? Mayli. Mer bo'lmasa, davay sotaylik, menga ham pul berasizmi? Albatta, faqat senga 10%. Nima? Tushunmadim, 10% bo'lmasa yo'q. Tushundingizmi? Men topa oldik-ku. Davlat mulkimi? Davlat mulki emas, men buni ko'ldan topdim. Demak, ko'l davlatga qarashli emas, bir nimalar aytman bola. To'g'ri bola, ko'l davlatga qarashli, lekin bola baribir ham basha bu 10% bo'layotibdi bola. Milliardlab bo'lsa hech bo'lmaganda menga bir 70% deganda ham mayli edi bola. Men mayli deb zo'rg'a ko'nardim. Nima ham derdim? Mayli bola, bugun sizlar bilan men yana Toshmat MC bo'ldim. Kelasi video rolikgacha ko'rishguncha xayr bola. Aytgancha bola, men soqolimni olaymi yoki yarashib turibdimi? Shuni ham kommentariyada yozib qoldiringlar.